Sizningcha O'zbekistonda uchraydigan eng ko'p qiz bolalar ismi qaysi deb hisoblaysiz? Soliha. Hozir sizga 5 daqiqa vaqt beramiz. 5 daqiqa ichida bizga Soliha ismli qizni topib bersangiz, bizdan 100 ming so'm pul va sovg'a olasiz. Rozimisiz? Mayli. Unda 1, 2, 3 vaqtingiz ketdi. Assalomu besh alaykum. daqiqa. Opa, ismingiz nima? Jamol Alaykum xolajon, ismingiz nima? Hali ismim Sharof. Ismingiz nima? Assalomu alaykum. Nima bermoqchisizlar? Olmayman. Assalomu alaykum. Soliha emasmi ismlaringiz? Soliha emasmi ismingiz? Ko'proq odamlar ko'proq joydan qidirib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Soliha emasmi ismlaringiz? Soliha emasmi? Assalomu alaykum. Soliha emasmi ismlaringiz? Akalarim Soliha bo'lib ketyapti. Bo'lmagan. Assalomu alaykum. Soliha yo'qmi oralaringizda? Ha. Yo'q. Ha. Soliha emasmi ismingiz? Kelindan so'raymi Soliha emasmi? Opajon, Soliha emasmi ismingiz? Assalomu alaykum. Soliha emasmisizlar? Qani? Qani bu? Isming nima sening? Voy shohsanam ekan u. Assalomu alaykum. Soliha emasmi ismlaringiz? Yo'q. Assalomu Voy. alaykum. Soliha emasmisiz? Yo'q. Soliha bormi bu yerda? Assalomu alaykum. Qaysi? Qani kim Soliha? Assalom. Solihami ismingiz? O'shang bu sizga. Ichida igrushkasi ham bor, o'yinchog'i ham bor ichida. Qoyil, siz juda ham jasoratli qiz ekansiz. 100 ming so'm pul yutug'iga ega bo'ldingiz. Va ishonchda mana bu sovg'a ham sizga. Aytgancha Samarqandlik bolaning YouTube va Instagramiga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Rahmat.